Sharh surasi Makka da nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Sharh ochish demak. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Alam nashrah laka sadrak. Ey Muhammad, ko'ksingizni ilmu hikmatga keng ochib qo'ymadikmi? Va wada'na anka wizrak. Sizdan yukingizni olib qo'ydik, yengillatdik. Allazi anqada zahrak. Qayski belingizni ezib turgan edi. Va rafa'na laka zikrak. Zikringizni, ismingizni ham baland ko'tarib qo'ydik. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bas albatta har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Albatta har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Fa iza faragta fansab. Bas ey Muhammad, qachonki namozdan forig' bo'lsangiz, o'rningizdan turing. Va ila robbika farg'ab. Va Rabbingiz sari rag'bat bilan duo